erkak. Oiladagi erkak uchun vaqt ajratasizmi demoqchi? Erkaklar talabchanku. Ha, boringizga shukur. Miyada ha tizimi bor. Buni psixologlar yaxshi bilishadi. Misol uchun, yaxshilab keldingizmi desa, ha demasam-da qilish kerak. Ovqat ichasizmi desa yana ha deyish kerak. Ovqatim shirin bo'ptimi desangiz, ha deyish kerak. Mehribon erkaklarning miyasiga 3 marta ha bo'lsa, ana 150 mingga qo'shlar, ana bir soat yotadi, ovosan maydimi dadasi desangiz, mehribon erkaklarda mana orada yo'qmi? Ha bo'ldimi? Unga ham hala boradi. E'tibor qilyapsizmi? Endi qarang, borida chora yo'g'ida nachoralarimiz bor. Ya'ni oylikda olib keladi, lekin ishlatib bo'lgandan keyin asabiy bo'ladigan erkaklarimizga 7 martagacha qalatishga to'g'ri keladi azizlar. Faqat bitta narsa, yaxshilab keldingizmi desangiz-u, lekin ular nima endi desa, ha o'sha kuni o'ldi. Uni ertadan boshlash kerak. Shuning uchun ham erkaklar bilan munosabat bildirayotganda ularga doim halimroq bo'lish va albatta halatish muhim. Faqat halatayotganingizni bildirib qo'ymang, o'zingiz bo'lmasam halatib qo'yadi.